qiladiganlar uchun materialni bozor narxidan 5 mingdan 20 minggacha arzon deyaptilar egalari. Endi bu mana shu chaqirgan akamiz to'lovman narxini bilmayman hozir, necha pul sotilyapti. O'zimiz qurilish qilamiz, lekin brigadirimiz biladi, qatdan necha pul tovar olyapti. Batam arzon deyapti hozirgi kunda 5 mingdan 20 minggacha narsa qilar ekan. Holatini ko'ryapsizlar. Narsalarimiz mayta rossiyskiy. Sasna O'zbekistonniki siz O'zbekistonniki, xullas qattiq siz olib kelib berishar ekan. O'zi chetda ham bor ekan, mayta tomni ustiga tashlaydigan. Lokatsiyamiz bu tomon O'qchidan kelaversa 5 kapani boshlanishi, 5 kapadan O'qchini boshlanishi. Katta yo'lda bo'yida dastlabki bor. Marg'ilon, Farg'ona, Kirgili, Tashlaq, Qumtepa, Qo'shtepa bo'yicha telefon qilaverasizlar, dastlabkini qilib berishadi. Yo'lda bo'yida mix-piq, mayda-chuyda shipirgacha bor ekan. Shipirlarning narxini biladigan bo'lsangiz yoki ustun hamma yo'q narxini bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. Qurilish materiallari mana shular kimga zarur bo'lsa bitta jo'natib qo'yamiz. Sababi ertaga o'zingizga ham zarur bo'lib qolishi mumkin. Bitta podpiska, like etsangiz chiqmasin, sog' bo'linglar. Aka